Dikkat! 1975 yilgacha tug'ilganlar, ya'ni bugun yaqin yoshga yaqinlashgan yoki yaqin yoshdan oshgan fuqarolar uchun bu ma'lumot juda muhim. Chunki 25 avgustdan boshlab hujjatlar, mehnat staji, ijtimoiy to'lovlar, pensiyaga tayyorgarlik va davlat xizmatlaridan foydalanish bo'yicha ayrim tartiblar amalda siz kutganingizdan ko'ra jiddiyroq ahamiyat kasb etadi. Men buni shunchaki qo'rqitish uchun aytayotganim yo'q. Amaliyotda ko'ryapmiz. Odamlar yillar davomida ishlagan, lekin hujjatlari to'liq bo'lmagani uchun keyin pensiya, nafaqa yoki kompensatsiya masalasida ortiqcha yugurga tushib qolmoqda. Shuning uchun hoziroq diqqat bilan eshiting. Bu gap faqat sizga emas, ota-onangizga, aka-ukangizga, opa-singlingizga, qo'shningizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka o'z vaqtida qaror qabul qilishga yordam beradi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p odamlar mehnat daftarchasi bor bo'lsa bo'ldi. Pensiya yoshiga yetganda hammasi avtomatik hal bo'ladi deb o'ylardi. Kimdir men 3 yil ishlaganman, davlat hammasini biladi deydi. Kimdir korxonam allaqachon yopilib ketgan, lekin baribir arxivdan topiladi deb xotirjam yuradi. Yana kimdir umuman hujjatlarini tekshirmagan. Familiya almashgan, pasport ma'lumotlari o'zgargan, ish joyi nomi boshqa bo'lgan, lekin bular keyin muammo bo'lishini o'ylamagan. Endi esa asosiy e'tibor raqamli bazalarga, shaxsiy ma'lumotlarning mosligiga, ish staji va daromadlar haqidagi ma'lumotlarning to'g'ri kiritilganiga qaratilmoqda. 25 avgustdan keyin ayrim xizmatlarda hujjatlar avvalgidek faqat qog'ozga qarab emas, balki elektron bazadagi ma'lumot bilan solishtirib ko'riladi. Agar qog'ozda bir xil, bazada boshqa xil ma'lumot bo'lsa, fuqaro yana qo'shimcha hujjat olib kelishga majbur bo'lishi mumkin. Men oddiy qilib tushuntiraman. Masalan, siz 1994 yildan 2006 yilgacha bir korxonada ishlagansiz. Mehnat daftarchangizda yozuv bor. Lekin korxona keyin nomini o'zgartirgan, soliq hisobotlari boshqa nom bilan topshirilgan. Arxiv hujjatlarda esa sizning ismingiz bir harf bilan boshqacha yozilgan. Pensiya yoki ijtimoiy to'lov masalasi kelganda tizim buni darhol tanimasligi mumkin. Natijada sizdan tasdiqlovchi ma'lumotnoma, arxivdan ko'chirma, buyruq nusxasi yoki ish haqi haqida ma'lumot so'raladi. Shuning uchun 1975 yilgacha tug'ilganlar uchun asosiy o'zgarish shundaki, endi kutib o'tirmaslik kerak. Pensiya yoshiga hali 5 yil, 7 yil, 10 yil bor deb beparvo yurish xato. Hujjatlar bugun tekshirilsa, muammo bugun hal bo'ladi. Ertaga pensiya tayinlash kuni kelganda tekshirilsa, vaqt asabapul ketadi. Avvalo 1975 yilgacha tug'ilgan barcha fuqarolar o'z mehnat tarixini ko'zdan kechirishi kerak. Bu erkaklarga ham, ayollarga ham tegishli. Ayniqsa 1930, 1935, 1970, 1974 yillarda tug'ilganlar uchun bu masala yaqinroq. Chunki ularning ko'pchiligi allaqachon katta ish stajiga ega. Ba'zilari pensiyaga tayyorgarlik bosqichida, ba'zilari esa sog'lig'i nogironlik boquvchisini yo'qotish, imtiyozli pensiya yoki ijtimoiy yordam masalalari bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda ish joyini ko'p almashtirganlar. Masalan, kishi 1992 yilda zavodda ishlagan, 1998 yilda shirkat xo'jaligiga o'tgan, 2003 yilda xususiy firmada ishlagan, 2010 yildan keyin yakka tartibda faoliyat yuritgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda har bir davr alohida tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Bir joydagi 3 yil, boshqa joydagi 6 yil, yana bir joydagi 8 yil umumiy hisobda katta staj beradi. Lekin bitta davr hujjatda tasdiqlanmasa, umumiy natija kamayib ketishi mumkin. Ikkinchi toifa, sobiq kolxoz, sovxoz, shirkat xo'jaliklari, kooperativlar va yopilib ketgan korxonalarda ishlaganlar. Amaliyotda eng ko'p muammo aynan shu yerda chiqadi. Korxona tugatilgan, rahbarlar almashgan, hujjatlar arxivga topshirilmagan yoki chatalab topshirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro 1998 yildan 1999 yilgacha qishloq xo'jaligida ishlagan. O'zi yaxshi biladi, har kuni dalaga chiqqan, oylik olgan, mukofot olgan. Lekin hujjatda faqat 1990 yildan 1995 yilgacha bo'lgan davr saqlangan. Qolgan 7 yil tasdiqlanmasa, pensiya hisobida katta farq paydo bo'ladi. Uchinchi toifa, familiyasi yoki ismi o'zgargan ayollar va erkaklar. Ayollar turmush qurgandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Ba'zan mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportda hozirgi familiya, diplomda esa boshqa yozilish bo'ladi. Masalan,
Karimova bir hujjat Karimova, boshqa hujjat Karimova M, uchinchi hujjatda esa Karimova bo'lib qolgan. Bitta harf ham tizimda farq sifatida ko'rinishi mumkin. Buni oldindan nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi bilan tartibga solish kerak. 4-toifa norasmiy ishlagan yoki ish haqi rasmiy ko'rsatilmagan fuqarolar. Bu juda og'riqli masala. Ko'p odam men 15 yil ishladim deydi. Lekin ish beruvchi rasmiy shartnoma qilmagan, soliq va ijtimoiy to'lovlarni to'lamagan. Bunday davrni keyin isbotlash qiyin. Guvohlar bo'lsa ham hamma holatda yetarli bo'lavermaydi. Shuning uchun hozir ishlayotganlar ham, ilgari ishlaganlar ham o'z rasmiy staji va to'lovlari ko'rinayotganini tekshirishi shart. 5-toifa chet elda ishlaganlar. Agar fuqaro bir necha yil Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, u davrni hisobga olish masalasi alohida tartibga bog'liq. Hamma xorijdagi ish avtomatik stajga qo'shilmaydi. Qayerda ishlagan, qanday shartnoma bo'lgan, ijtimoiy to'lovlar qayerga to'langan, davlatlar o'rtasida kelishuv bormi? Bularning hammasi muhim. Shuning uchun chet eldagi ish davrini isbotlovchi shartnoma, maosh ma'lumotnomasi, sug'urta to'lovlari, ruxsatnoma va boshqa hujjatlarni saqlab qo'yish kerak. Keling, aniq misol qilaman. 1972-yilda tug'ilgan erkak 1990-yildan 1990-yilgacha harbiy xizmatda bo'lgan. 1993-yildan 2001-yilgacha zavodda ishlagan. 2002-yildan 2008-yilgacha xususiy firmada haydovchi bo'lgan. 2009-yildan 2010-yilgacha chet elda ishlagan, keyin qaytib kelib yana rasmiy ishga kirgan. Qog'ozda qaraganda bu odamning mehnat yo'li uzun. Lekin harbiy xizmat hujjati yo'qolgan bo'lsa, zavod arxivi topilmasa, xususiy firma soliq to'lamagan bo'lsa, chet eldagi ish rasmiy tasdiqlanmasa, hisobda faqat oxirgi yillar qolib ketishi mumkin. Mana shuning uchun oldindan tekshirish zarur. Yana bir misol, 1960-yilda tug'ilgan ayol 1907-yilda ish boshlagan, keyin farzandli bo'lgan, bola parvarish ta'tilida bo'lgan, bir necha yil uyda o'tirgan. Keyin maktab yoki bog'chada ishlagan. U mening stajim yetadi deb o'ylashi mumkin. Lekin bola parvarishi davri qanday hisoblanadi? Ishga qabul va ishdan bo'shash buyruqlari bormi? Mehnat daftarchasidagi yozuvlar muhr bilan tasdiqlanganmi? Bular tekshirilishi kerak. Ayniqsa eski muhrlar o'qilmaydigan bo'lsa, qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz butun ish faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchilar barcha hisobotlarni topshirgan bo'lsa, elektron tizimda staj va daromadlaringiz ko'rinib turgan bo'lsa, hujjatlaringizdagi ism, familiya mos bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin bu tekshirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Men bunday fuqarolarga ham kamida bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, mehnat daftarchasida yozuv borligi har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa yozuvda sana noto'g'ri bo'lsa, buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, muhr tushirilmagan bo'lsa yoki imzo aniqlanmasa, qo'shimcha tasdiq so'raladi. Fuqaro buni adolatsizlik deb qabul qiladi, lekin tizim nuqtai nazaridan hujjat aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik masala. Ish haqi haqidagi ma'lumot. Pensiya yoki ayrim to'lovlar hisobida faqat staj emas, daromadlar ham muhim bo'lishi mumkin. Agar siz ko'p yil ishlagan bo'lsangiz, lekin ish haqingiz rasmiy past ko'rsatilgan bo'lsa, kelajakdagi hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, odam real hayotda 3 million so'mga teng daromad olgan, lekin hujjatda eng kam ish haqiga yaqin summa ko'rsatilgan. Keyin nega pensiyam kam chiqdi deb hayron bo'ladi. Sabab shuki tizim og'zaki aytilgan maoshni emas, rasmiy raqamni ko'radi. Uchinchi nozik masala, yakka tartibdagi tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilish davrlari. Ko'p odam savdo qilgan, xizmat ko'rsatgan, ustachilik qilgan, lekin to'lovlarni muntazam amalga oshirmagan. Rasmiy faoliyat yuritilgan bo'lsa ham, kerakli to'lovlar qilinmagan, davrlar keyin to'liq hisobga olinmasligi mumkin. Shuning uchun tadbirkorlar soliq to'lovlari va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha qarzdorlik yo'qligini alohida tekshirish kerak. 4-nozik masala, nogironlik, zararli mehnat sharoiti yoki imtiyozli pensiya huquqi. Ayrim kasblarda ishlaganlar oddiy tartibdan farkli shartlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, kon sanoati, kimyo ishlab chiqarishi, og'ir sharoitdagi sexlar, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, ta'lim, harbiylashtirilgan xizmatlar bo'yicha maxsus tartiblar bo'lishi mumkin.
Lekin imtiyozli tartibdan foydalanish uchun kasb nomi, lavozim, ish sharoiti, ish davri hujjatda aniq yozilgan bo'lishi kerak. Men o'sha sexda ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Lavozim nomi ro'yxatdagi nomga mos kelishi kerak. 5-nozik masala arxiv hujjatlarini olishga vaqt ketadi. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetgandan keyin arxivga boradi. Arxiv esa darhol javob bermasligi mumkin. Ayrim hujjatlar boshqa tumanda, boshqa viloyatda yoki idoraviy arxivda bo'ladi. Ba'zida ma'lumot topilishi uchun bir necha hafta, hatto bir necha oy vaqt ketadi. Agar siz buni oldindan qilsangiz xotirjam bo'lasiz. Agar oxirgi paytda qilsangiz, to'lov tayinlanishi kechikishi mumkin. 6-nozik masala. Hujjatdagi kichik xato katta oqibatga olib keladi. Tug'ilgan sana bir joyda 17 mart, boshqa joyda 21 mart bo'lib qolgan. Otasining ismi bir hujjatda Abdullayevich, boshqasida Abdullovich yozilgan. Pasport almashtirilgan, lekin eski hujjatlardagi seriya raqam bilan bog'lanish ko'rsatilmagan. Bu xatolarni tuzatish uchun fuqarolik holati dalolatnomalari bo'limi, Davlat xizmatlari markazi, arxiv yoki sud tartibi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday masalani ertaroq ko'rish kerak. 7-nozik masala meros. Boquvchisini yo'qotganlik va oilaviy huquqlar 1970 yilgacha tug'ilgan odamning faqat o'zi emas. Oilasi ham bu hujjatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchi vafot etsa, oila a'zolari uning ish staji va daromadlariga asoslangan to'lovlarga murojaat qilishi mumkin. Agar hujjatlar tartibli bo'lsa, oila tezroq yordam oladi. Agar hujjatlar chalkash bo'lsa, yaqinlar marhumning ish joylarini izlab yurishga majbur bo'ladi. Men buni ko'p uchratganman. Odam tirikligida bitta papka qilib hujjatlarni jamlamagan. Keyin farzandlari qayerdan boshlashni bilmay qolgan. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, ishga qabul va bo'shash buyruqlari nusxasi, ish haqi ma'lumotnomalari. Soliq to'lovlari va tadbirkorlikka oid hujjatlarni bitta joyga jamlang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsaga qarang. Ishga qabul qilingan sana bormi? Ishdan bo'shatilgan sana bormi? Muhr va imzo bormi? Agar biror joyda sana yo'q, muhr xira, buyruq raqami ko'rsatilmagan yoki yozuv tushunarsiz bo'lsa, shu ish joyi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotnoma olishni boshlang. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Buning uchun Davlat xizmatlari markaziga borishingiz my.gov. Uz kabi rasmiy portallardan foydalanishingiz yoki tegishli pensiya va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilishingiz mumkin. Maqsad bitta. Tizimda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ish stajingiz, to'lovlaringiz va ish beruvchilaringiz to'g'ri ko'rinayotganini bilish. 4-qadam, arxivga murojaat qilishni kechiktirmang. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, avvalo uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki shahar arxivga, korxona bo'ris tashkilotiga, hokimlik huzuridagi arxiv bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish mumkin. Arizada aniq yozing, qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlagansiz, qanday ma'lumot kerak. Masalan, 1993 yil 25 yanvardan 2000 yil 2000 iyungacha falon korxonada ishlaganimni va ish haqimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman deb yozish kerak. 5-qadam, ish beruvchingizdan rasmiy ma'lumot oling. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan mehnat shartnomangiz, lavozimingiz, ishga qabul qilingan sanangiz, ish haqi va to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib bering deb so'rang. Agar ish beruvchi keyin qilamiz desa, yozma murojaat qiling. Og'zdagi gap keyin isbot bo'lmaydi. Yozma murojaat bo'lsa, javob berish majburiyati paydo bo'ladi. 6-qadam, nomuvofiqliklarni tuzating. Agar hujjatlarda ism, familiya yoki tug'ilgan sana farq qilsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Fuqarolik holati dalolatnomalari organiga, Davlat xizmatlari markaziga yoki kerak bo'lsa sudga murojaat qilinadi. Har bir holat alohida ko'riladi. Eng muhimi, bitta harf deb yurmaslik. Tizim uchun bitta harf ham boshqa shaxs degan gumon tug'dirishi mumkin. 7-qadam, hujjatlaringizdan nusxa oling va tartibli saqlang. Asl hujjatlarni alohida papkada, nusxalarini alohida papkada saqlang. Imkon bo'lsa, telefoningizga yoki kompyuteringizga skaner qilingan nusxalarini ham qo'ying. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga yubormang.
Telegramda hujjatingizni jo'nating, pensiyangizni chiqarib beramiz degan odamlarga ishonmang. Rasmiy idora bo'lmagan shaxsga pasport, plastik karta, elektron imzo yoki SMS kod berish juda xavfli. 8-qadam. Yaqinlaringizni ham tekshiring. Ayniqsa ota-onangiz, yolg'iz yashaydigan qarindoshlaringiz, qishloqda yashovchi yoki internetdan foydalanmaydigan tanishlaringiz bu masalada yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Ularga borib tekshirtiring deyishning o'zi yetmaydi. Birga borib hujjatlarni ko'rib ariza yozishda yordam bering. Chunki ko'pchilik idoraga borganda nima so'rashni bilmaydi. Noaniq javob olib qaytadi. Men tavsiya qiladigan oddiy ariza mazmuni shunday bo'lishi mumkin. Mening mehnat faoliyatim, ish stajim, ish haqi va ijtimoiy to'lovlarim bo'yicha elektron bazadagi ma'lumotlarni tekshirib berishingizni. Nomuvofiqlik aniqlansa, uni bartaraf etish tartibini yozma ravishda tushuntirishingizni so'rayman. Mana shunday ariza aniq, tushunarli va maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Yana bir muhim maslahat. Har bir murojaatdan keyin qabul qilinganligi haqida raqam yoki tasdiq oling. Davlat xizmatlari markaziga topshirsangiz ariza raqami bo'ladi. Idoraga yozma topshirsangiz kirim raqami qo'yilishi kerak. Elektron yuborsangiz tizimda murojaat raqami saqlanadi. Bu keyin javob kechiksa yoki masala cho'zilsa sizga yordam beradi. 25 avgustdan keyingi o'zgarishning amaliy ma'nosi shuki, endi odamlar o'z hujjatlariga befarq qaray olmaydi. Raqamli tekshiruv kuchaygan sari eski xatolar yuzaga chiqadi. Bu yomon narsa emas, aslida tartib uchun kerak. Lekin fuqaro tayyor bo'lmasa, tartib unga muammo bo'lib ko'rinadi. Tayyor bo'lgan odam esa kerakli hujjatni ko'rsatadi, xatoni oldindan tuzatadi va o'z huquqini osonroq himoya qiladi. Men yana bir real vaziyatni aytaman. Bir ayol 30 yildan ortiq ishlagan, lekin pensiya hujjatlarini topshirganda 6 yillik ish davri ko'rmagan. Sababi eski bog'cha nomi 3 marta o'zgargan. Arxivdagi ro'yxatda esa uning familiyasi eski holatda qolgan. Agar u buni pensiya yoshidan 2 yil oldin tekshirganida hammasini bemalol to'g'rilardi. Lekin oxirgi paytda boshlagani uchun bir necha idoraga qatnadi. Arxivdan javob kutdi, qo'shimcha hujjat yig'di. Demak, muammo ish stajining yo'qligida emas, tasdiqlovchi hujjatning vaqtida tayyorlanmaganda bo'lgan. Yana bir erkak 2 yil xususiy korxonada ishlagan, lekin ish beruvchi uni to'liq rasmiylashtirmagan. U har oy maosh olgan. Hatto rahbar bilan yaxshi munosabatda bo'lgan. Ammo tizimda to'lovlar ko'rmagach, o'sha yillarni to'liq isbotlash qiyinlashgan. Shuning uchun men hozir ishlayotganlarga ham aytaman. Bugungi maoshingizni olishning o'zi yetmaydi. Ertangi huquqingiz uchun rasmiy to'lovlar ham muhim. Demak, 1975 yilgacha tug'ilganlar uchun eng muhim vazifa hujjatlarni hoziroq tekshirish, mehnat stajini aniqlashtirish, elektron bazadagi ma'lumotlarni solishtirish, arxiv va ish beruvchi ma'lumotnomalarni oldindan tayyorlash. Bu ishni pensiya yoshiga yetganda boshlash kech bo'lishi mumkin. Bugun yarim kun vaqt sarflasangiz, ertaga oylar davom etadigan muammoning oldini olasiz. Yaqinlaringizga albatta xabar bering. Ayniqsa 1975 yilgacha tug'ilgan ota-onalar, qarindoshlar va tanishlar bu ma'lumotni bilishi kerak. Izohlarda yozing. Sizning hujjatlaringiz tartiblimi? Mehnat daftarchangizni oxirgi marta qachon tekshirgansiz? Arxiv yoki pensiya masalasida muammoga duch kelganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga huquqiy va ijtimoiy masalalarni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman.